Qo'hna Chig'atoy oilaviy restoranida 5 barmoq. Aslida 5 barmoqni mana shunaqa yeyish kerak o'rtoqlar. Life hack sizlarga. Qo'hna Chig'atoy oilaviy restoraniga kelsanglar, mana albatta mana shunaqa qilib yeb ko'ringlar. Qo'hna Chig'atoy oilaviy restoranida 5 barmoqni 2 xil tartibda suzdirsanglar bo'ladi. Tabiiylarga qarab xohlasanglar mana shunaqa bitta porsiya holatida yoki-da parkent 5 barmoq desanglar, xamirni alohida, go'sht qazlarini alohida qilib suzib beramiz. 5 barmoqni originalini ham yemoqchi bo'lsanglar, Qo'hna Chig'atoy oilaviy restoranida barchalarni kutib qolamiz.